Qo'shni qanday qo'shni bilan yashagan bo'lsa, shunday yashash kerak. Hamma o'tadi bu dunyodan. Lekin qo'shni bilan yaxshi bo'lmaganda hech kim hech qachon kechirmaydi. Shuni hamma bilish kerak. Bizga qo'shnilarimiz hammasi yaxshi bo'lish kerak. Mana ko'ryapsizlar, bu ishni qilyapmiz. Bu oson emas. 20 yillik muzni eritish kerak. Dunyo hamjamiyati bizga nima deydi? Sen oldin qo'shning bilan til topishgin, biz sen bilan do'st bo'lamiz keyin deydi. Sen qo'shning bilan til topishmasang, sen qanday biz bilan do'st bo'lishing mumkin deydi. Biz Navoiyda qanday qilib elektr energiya chiqaryapmiz? Gazni yoqib elektr energiya chiqaryapmiz. Valyutani yoqyapmiz, elektr energiya chiqaryapmiz, uni pulini hech kim to'lamayapti. Nimaga sen to'lagan tashkilotda o'zi yo'q. İltimos sizlarda jonga tegdi, o'zi shtrab, uyda nalog, gaz, suv, svet, limit hammasi jonga tegdi-yu. Sal bunda o'ylaylar, oxiratda ham iltimos sizlarda bu 10%, 20%, 50% oshirgandan ko'ra bizlarning ham ertaga o'limimiz bor. O'lganimizdan keyin oxiratda javob berishimiz bor deb o'ylaylar. Mayli bundan keyin nima bo'lsa bo'lar. Jonimga tegib ketdi. Men o'zim bitta o'zim 6 kishini boqaman. Amal taqal qilib boqaman. 6 kishi. Yana mana shuni gapirsak, bularni jahli chiqadi. Haromxo'rlar deb gapirgan ayolam to'g'ri gapirganda, bu nimaga kerak shu to'g'ri yo'lda, ravon yo'lda endi 65 yurma, 70 yurma, bu yerda bemalol 80-100 yursa bo'ladigan joy, hech kimga xavf tug'dirmasa, to'g'ri yo'l trassa bo'lsa, bu kamera nimaga kerak, kimga kerak? Bu faqat tuzoq, odamlarning aybini sotib shu gunohga botish, boshqa narsa emas. Bilasizlarmi, ko'p tashvish qilish ham iymonsizlikka kirar ekan. Nima bo'ladi? Ertaga nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Qanday yashayman? Men bugun harakat qilishim kerak. Men uni olishim kerak. Uni qilishim kerak. Turmushga chiqishim kerak. Erga tegishim kerak. Uylanishim kerak. To'y qilishim kerak. Bolam, nimaga tashvish qilasan deydi Xudo. Biz shu bo'yicha e'tirozimiz bor edi o'zi. Xalqparvarroq bo'laylik o'rtoq. Jihatdan sog'lom emas deb topiladi va unga qanaqadir vasiy tayinlanadi yoki bo'lmasam u maxsus davolanish muassasasiga yotqiziladi o'ziga kelgunga qadar. Delik, mana shunday adekvat bo'lmagan qarorlar uchun javobgarlik hissi bormi deymanda, chunki prezbol degan narsa bor. Xohlaganini qilish bo'yicha jamoaviy murojaatlar portaliga yuborgan murojaatim yuzasidan post qo'yganimda Adliya vazirligidan aloqaga chiqishgan. Ya'ni Adliya vazirligi siz aytayotgan raqamlarga aralashmaydi. Ya'ni belgilanayotgan stavkalarga bizning aloqamiz yo'q. Ammo kechirasiz, o'sha qarorning asl mohiyati stavkadan iborat bo'ladigan bo'lsa, nega uni aynan stavkani qanchalik adolatli emasligi bo'yicha Bilasizlarmi nima? Bizning xalqning aybimiz nimada? Mana shu soliq masalasi bo'yicha yangi qarorlarda qaysidir foiz baribir biz xalq o'zimiz aybdormiz. Sababi sizlar o'ylaysizlar, prezidentda telefon yo'qmi, internet yo'qmi, ularda Instagram yo'qmi? Instagrami ham bor, Telegrami ham bor, YouTube ham bor. Ular ko'rib turibdilar hamma narsani. Ko'proq maqtanaylik to'ylarimizni, Samarqandliklar boyda, Toshkentliklar ulardan qolmaydi-da deb yegan ichganimizni ko'proq maqtanaylik, ko'proq qurayotgan uchastkalarimizni maqtanaylik. Haligi yaqinlarimizga, jo'ralarimizga, o'rtoqlarimizga sovg'a qilayotgan mashinalarimizni maqtanaylik, o'zimiz olayotgan mashinalarni maqtanaylik. Butkul nimaiki bo'lsa, maqtanish bilan ovoramiz, to'g'rimi? Tartib belgilanmaganda edi. Har safar yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchini to'xtatib, oldi kapot qismini ochib, motor dvigatellarini tekshirib, bu fuqarolarimiz uchun ham, haydovchilar uchun ham va o'zimiz uchun ham ko'plab sarsongarchiliklarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun ham mavjudligini demak tekshirib ko'rish uchun bu 5 yil etib belgilandi. Zoir aka, narxi 2.8 million rostmi? Yo'q, bo'lmagan gap. Bu narx hali bir bu qayta ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq masalalar. Shuning uchun texpasportni almashtirish xuddi pravani almashtirish bilan bir xil demak davlat to'lovlari amalga oshiriladi. Bu Germaniyadan tez ketmasam, nemis madaniyati bironki jinni qilib qo'yadi meni bu nemislar. Hozir avtobusda edim. Avtobusda o'tirib topa chiqdi nemis. 4 ta bilet berdi. 4 ta biletni oldi, indamay chiqib orqaga o'tirdi. Shofyor 5-10 minut kutdi. Keyin orqaga qarab aytdi, haligi opaga, sen dedim 3 ta sheriging bormi dedi, 4 ta bilet olding dedi, kutayman dedi. Yo'q, hech kim kelmaydi, boshqa bir o'zim haydavering dedi. Sen nimaga 4 ta bilet olding desa, nima deydi? Men deydi, kecha karmonimni pulimni yo'qotib qo'ydim deydi. Shahar ichida 4 marta deydi, 3 marta deydi, jamoat transportidan deydi. O'sha biletsiz foydalanishga majbur bo'lib qoldim deydi. Hozir sen orqali deydi, o'shani davlatga to'lab yubordim deydi. Bu nemislar qanaqangi bir logika bilan yashaydi bilmayman-da. Qanaqa bularning miyasi bunaqa chestni, musulmon desang musulmon emas.
O'shandan keyin bir kalkulyatorda hisobladim, o'zimni shunaqa biletsiz yurgan vaqtlarimni hammasini. Agar nemislarda chestni bo'ladigan bo'lsam, hozir 1 oylik oyligimni Germaniyaga to'lab yuborishim kerak. Aytayotgan gapimiz bilan amalimiz bir xil bo'lsin, o'rtoqlar. Xo'p, maqsad nima? Aholini ijtimoiy hayotini yaxshilash emas-ku, o'zi aslida soliq tushumini yoki boshqa yig'imlarni oshirish yoki nazoratni kuchaytirishmi? O'sha narsani yozinglar. Kerak emas unaqa. Bu yolg'on narsa kerak emas-da, ustiga qo'yayotganda. Endi bu yerda asosiy e'tirozim o'sha qonunchilik normalarini yozayotgan, qaror farmon-farmoshlarini yozayotgan jumlasiga to'g'ri keltirayotgan yuristlarga o'zi aslida. Hamma boshqarmalarda, bo'limlarda, hamma joyda shu yuristlar bor. Yozayotgan paytinglarda unaqa so'zidan foydalanmaylik, iltimos, hurmatli yuristlar. To'g'ri gapni yozinglar. Bu ketishda kelajak ishlansa bo'lmaydi, to'g'risi. Bu ketishda qonunlarga ishonch ham bo'lmaydi. Bu ketishda hech narsaga ishonch qolmaydi. Bu ketishda bu mamlakatda aqlli odamlar tark etishni boshlaydi. Bu ketishda bilmadim, bu kimlar bilan qoladi? Bu ketishda bu mamlakatda tabiat o'ladi, kelajagi bo'lmaydi. Yaxshi emas-da bu o'zi. Shopirlar o'zi qiynalib ketyapti. Kameralar hamma yo'q. Yana 12 balli sistema umuman bizga kerak emas. Yetyapti o'zi mana jarimalar hammasi. 1 yilga yetadi deb o'ylaysizmi 12 ball? Umuman ball kerak emas. Vahshiy olib tashlanglar uni. O'zi ko'ryapsiz, zo'rg'a tirikchilik qilyapsiz. Topgan pulimiz jarimaga yetmayapti, yana 12 balli. Вы же понимаете, что человек не может прожить на эти 8 тысяч рублей. Почему кучка, несколько десятков человек говорит, как жить десяткам тысяч человек? Почему вот это ограниченное маленькое количество людей, которые живут на зарплатах 200-300 тысяч рублей, рассказывают, как жить на копейки всем остальным гражданам нашей страны? Но это же несправедливо. Видео дошло до Кремля. Путин уволил 10 чиновников за смелость Бондаренко. Лайк. doirasida ball qo'llanishi mumkin bo'lgan qoidabuzarlikdan birini olamiz. Bu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasi tezlik bilan bog'liq. Bugungi kunda pogreshность masalasi, men yana shu masalaga qaytaman. Transport vositalari uchun berilishi ko'zda tutilgan va keyinchalik Qonunchilik palatasiga ham kiritildi. Ya'ni chegirib tashlanadigan kilometrlarni 5 dan 10 kilometrga o'zgartirish masalasi kiritilgan edi. Dunyo amaliyotida transport vositalarini shinasidan tortib, uni speedometridagi xatoliklarni inobatga olib 20 kilometrgacha pogreshность, ya'ni xatolik berilgan edi. Ammo O'zbekistonda bu ko'rsatkich 5 kilometr qilib belgilangan. Qaysi mezonlarga asosan bunisi bizga qorong'u. Aynan mana shu 5 kilometrlik pogreshность sabab bugungi kunda haydovchilar o'zi xohlamagan holatda texnik xatoliklar qurboniga aylanyapti. Buni badali esa jarima bo'lyapti. Ana endi tasavvur qiling, siz soatiga 60 kilometr qilib belgilangan joyda soatiga deylik 66 kilometr tezlik bilan harakatlandingiz. O'zingizga bog'liq bo'lmagan holda. Bunga shina o'lchami sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Speedometrdagi yoki uzatish qutisidagi xatoliklar sabab bo'lishi mumkin. Alal xusus sizga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Aniqrog'i, jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtirildi va sizga 0.5 ball rasmiylashtirildi. Endi savol, pogreshность masalasi hal bo'lmay turgan bir vaqtda 5 kilometrlik mezon bilan odamlarni jarimaga tortish oxir-oqibat har qanday qoidaga amal qiladigan fuqaroni qisqa muddat ichida 12 ball to'plab qo'yishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishi va keyinchalik yana qanaqadir amaliy nazariy imtihonlarni topshirishi va iqtisodiy o'sha chiqimlarga borib taqaladi. Bu qaysi mezonga to'g'ri keladi deyapsiz. Bu hech qaysi mezonga ham to'g'ri kelmaydi. Bu faqat bir vijdonsizlik deymizmi, qanaqadir bir haydovchilarni, insonlarni yerga urish deymizmi? Nimaga Rossiyada +20 bo'lganda endi O'zbekiston mustaqil bo'lib +5 bo'lishi kerak? +10 emas, 15 emas. Qanaqa vijdon bilan +5 qo'yadi bu? Endi qayerda ishonch ortganini, qayerda zaiflashgani, qaysi qarorlar adolatli, qaysisi odamlarga manfaat keltirmayotgani bo'yicha doimiy ravishda monitoring va tahlillar o'tkazib boriladi. Bir narsani esdan chiqarmanglar. Imzolayotgan har bir qaror va topshiriqni ortidan xalqimizni umidi, niyati, istagi, ertangi kunga ishonchi turibdi.
Men bugun yana bitta mavzuni yoritmoqchiman. Iltimos qilardim befarq bo'lmasliginglarni. Bu GAI notarius, ya'ni mashina oldi sotisi to'g'risida juda ham qimmat. Mayli kattaroq mashina olib sotadigan insonlarga bu mashina xarid qilayotgan insonlarga bilinmas. Lekin $2800, $3000 Matiz, Damas, aytaylik Nexia 2 avtomobilni xarid qilayotgan inson uchun 1.650.000 notarius xizmatlari va 4.800.000 GAI sarf xarajatlari bu kichkina pul emas. Juda ham katta summa. Men uchun og'irlik qilyapti. Qachon bizaga shu GAIni ham notariusni ham arzonroq qilib berishadi. 3/7 ni arzon qilib qo'yishdi. Vo deb odamlar xursa, bitta kichkina metallolomdan 8 milliondan soqqa qilishyapti. 8 milliondan. Odamlar ahmoq uni 7 million ves bermaydi o'zi bu. Ves bermaydi 3/7, 3/8, 3/9 taxsis. Undan ko'ra arzonroq qilib berishsin, bizaga shu narsani foydalanaylik. Mashina almashtiraman degan orzu havasimiz bor, lekin qiynalyapmiz. Rostdan xalq qiynalyapti. Siz kuzating boshqa mamlakatlar statistikasini, yaxshilab e'tibor bering. 1,5 million aholimiz ishsiz chetda yuribdi. Qanday uxlaysan sen? Men bugun uxlaganim yo'q. Savol berib chiqdim o'zimga. Yurib, vagon kiyganlar nima qiladi? Bu meni vazirlarim nima qiladi? 220 ming tashqarida 174 ming ishsiz. Har bir viloyat rahbari, har bir rayonda 4 ta rahbari vijdoni bo'lsa, viloyat hokimiga kelib aytish kerak. 35-40% oyligimni men davlatga to'layman. Nimaga desangiz, har bir mahallada, har bir rayonda 15, 20, 30% chetda yuribdi. Ular uchun oylik olyapsizlar-ku. Nimaga ularni bir oyda bo'lmasa ham 2 oyda bir marta eslamaysizlar? Qayerda yuribdi u bechora? Qanday sarson sargardon bo'lib yuribdi? Uni muammosi qanday deb juda bo'lmasa bitta telefon qilib qo'ymaysizlar. Qarindoshing tinch, bolalaring. Xalqqa o'ylaydigan odam bormi o'zi yuqorida o'tirganlardan? Qora qozon qaynasa bo'ldi deyilardi oldin. O'sha qora qozonni ham qaynashiga qo'ymoqsizlar-ku hozir. Gaz yo'q bu. Bizani yashayotgan joylarda gaz umuman kelmagan. Trubasi ham yo'q gazni. Svet bilan kun ko'ramiz, o'choqda yoqamiz. Endi hozir qish kunida o'sha ishlatadigan svetimizni hozir 2 baravarmi? 1 million. Qishda umuman xo'jayinimga ish ham bo'lmaydi. Insof degan narsa bormi o'zi yuqorida o'tirganlarda? A, insof, vijdon degan narsa bormi? U dunyodan qo'rqmaysanlarmi? Xalq shu darajada qashlatvasanlar. A? Nahotki o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqariladigan narsani o'zimizni xalqqa shu darajada qimmatlashtirib sotvasanlar. Qiyomat kunida bandalar Sirot ko'prigining oldiga kelishganida Alloh ularga shunday deydi: Men Allohdirman. Men Malikman. Buyukligimga va qudratimga qasamki, ushbu ko'prikdan hech bir zolim o'tmaydi. So'ngra Alloh tomonidan bir farishta nido qilib: Qani sizlar ey zolimlar deydi. Zolimga yordam berganlar qani sizlar? Ularning qalamini o'tkirlaganlar qani sizlar? Ularga siyoh uzatganlar qani sizlar? Shunda jahannam mu'minlarga nido qilib shunday deydi: Ey mu'min, ko'prikdan tezroq o'tib ketgan. Sening nuring olovimni o'chirib qo'ymoqda. Energetika vazirini senatda chiqishlarini ko'rib, menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldiki, demak kelgusida bosqichma-bosqich gazdan voz kechilib, elektr energiyasiga o'tiladi, uylar elektr energiyasi bilan isitiladi. Demak, ovqatlar plitali elektr energiyasida bo'ladi. Endi menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldi. Agar shunaqa bo'lsa, bitta savol tug'iladi. Nima uchun biz gazdan voz kechishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun odamlar arzon uyni arzonga isitish mumkin bo'lgan paytda qimmatga isitish kerak? Nima uchun? Mana Norvegiya misol keltirilibdi. U savol bermayapti-da, hech kim. Men hayron qoldim bu. Senatorlarimiz mana shu joyda ham savol bersa bo'ladi-ku. Norvegiyada oylik olayotgan odam oyligini qancha foizini energetika resurslari uchun sarflaydi, bizda qanchasini sarflaydi degan savol bersa bo'ladi-ku. Keyin
Bu o'zi gazimiz bo'lsa, nima uchun biz endi elektr energiyasiga o'tishimiz kerak? Xitoyliklar suvdan gaz sifatida foydalanishmoqda. Xitoyliklar mana shunday apparat bilan suvdan olov chiqarishmoqda. Bunda suvni yoqayotganga o'xshaydi, lekin yonayotgan suv emas.